Hop, avtotent, bannerlar, setkalar. Hali sezon tugagani yo'q deganim. Hop, ko'rib turganingizdek juda katta assortimentda razmerlari bilan, ranglari bilan, grammlari bilan gaplashinglar ekan bu. Ya'ni qalinroq bo'lsa qimmatroq, yupqaroq bo'lsa arzonroq. To'liq ma'lumotni xudo xolasa pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin. Mana qaranglar. Siz xohlagan rangdan, xohlagan dizayndan bemalol qilib beraverishadi. Libboy joyga, bog'cha, maktab, restoran, kafe, brendli joylarda ham bemalol qo'rqmasdan ishlashadi, chunki ancha yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar bu yerda ishlaydi. Xo'p, ko'rib turganingizdek mana bannerlar yana har xil stildan bor. G'ishtli deysizmi, rang-barangidan deysizmi, bunaqa klyonkalar bular menimcha salafan o'rnida ishlatiladi. Ikkiligi, to'rtligi bo'lar ekan buni. Oyna o'rnida qo'yib yuborsa bo'ladi. Forchkalar ham hamma narsa qilib berishadi. Hop, obrazesini ham video davomida qo'yib qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Nima-nimalar yasashligini. Hozir besetkaga so'ngga keldim. Papuchi ma'lumotlarni obunachilarimga bermasam bo'lmaydi degan maqsadda yoni ham syomka qo'yganman degan. Ko'rdinglar? Video davomida endi ko'rishingiz mumkin. Avtotentni ham, avtotentni ham adashib ketdi. Cho'rni belga qo'yamiz bu joyni. Anaqani ham besetkani ham ko'rsataman. Hop. Bundan tashqari mana yana nimalar yasashganligi, o'zligi yasashgan mana. Ko'rib turibsizlar. Qanaqa. Xonadon, restoran farqi yo'q-da. Bunaqa yasab berishadi. Bemalol. Kevrasizlar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Buyurtmani berasizlar. O'zingizlarning mahsulotlarni qabul qilib, sifat bilan, kafolat bilan bemalol xarid qilib, joylarga o'rnatib turasizlar. Jigarlar, aralash obzordan uzoqlashmanglar, hammaga manfaatli bo'ladigan kontent olishdan davom etaman. Boshinglar omon bo'lsin.